Samarqandda 1-apreldan ichimlik va oqova suv narxlari oshiriladi. Samarqand viloyatida 1-apreldan ichimlik va oqova suvlari narxlari oshirilib, bunda aholi uchun 1 metr kub suv ichimlik suvi narxi 2800 so'mni, yuridik tashkilotlar uchun esa 6700 so'mni tashkil etadi. Bu bo'yicha Xalq deputatlari viloyat kengashi tomonidan 24-martda ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun yangi narxlar tasdiqlangan. Unga ko'ra, 1 metr kub ichimlik suvi narxi quyidagicha belgilanmoqda. Aholi uchun 2800 so'm, byudjet tashkilotlari va ulgurji iste'molchilar uchun 6700 so'm. Oqova suv xizmati uchun aholi uchun 1900 so'm, byudjet tashkilotlari va ulgurji iste'molchilar uchun 5300 so'm. Aholi bunda hamda byudjet tashkilotlari va ulgurji iste'molchilar uchun ichimlik va oqova suv narxlari qo'shimcha qiymat soliqlarisiz hisoblangan. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi viloyat hokimining o'rinbosari Akmal Shukurov zimmasiga yuklangan.